ikki marta ham Eron davlatchiligini Isroilga qarshi eng yuqori nuqtasi Ahmadinejod prezidentlik davriga to'g'ri keladi. Isroil bilan bilamiz qanaqa Eron o'rtasidagi munosabatlarda qat'iy o'zini pozitsiyada turganini ko'rsatishga harakat qilgan shaxs. Ahmadinejod maqsadi bilan ishlagan, Isroil bilan aloqasi bo'lgan deyildi. Urush vaqtidan boshlandi bu va ehtimoliy Eronda hukumat yiqitilsa, aynan Ahmadinejod hukumat tepasiga olib kelinishi rejalashtirilyapti degan xabarlar chiqqan edi. So'nggi kunlarda esa bu bilan bog'liq yana bir qancha ma'lumotlar tarqaldi. Va mana New York Times'da oxirgi bu mavzu bilan bog'liq xabarda Mahmud Ahmadinejod Mossad bilan aloqalari fosh etilgandan keyin Inqilob qo'riqchilari korpusi tomonidan hibsga olindi deyilyapti. Bu haqida o'zi nimalar ma'lum? Kamol aka, siz qanday fikrdasiz? Munosabatingiz? Men bu ma'lumotlarga o'ta ehtiyotkorlik bilan qarayman. Sababi bu yerda bitta masala bilan qiyosiy tahlil qilishimiz mumkin. O'tgan yili dekabrda va bu yili fevralda mana ikki marta Eronga jiddiy hujumlar bo'ldi. Va shu yil fevralda Eron davlat rahbari Imom Xomaney va siyosiy elitaning katta bir qismi yo'q qilindi, ya'ni bombalandi. Va mana shu fonda ham axborot maydoniga bitta ma'lumot tinimsiz sizdirildiki, mana hamma o'sha generallar o'ldirildi, elitadagi imomga yaqin bo'lgan hammasi yo'q qilindi, faqatgina general Qosimiy Al-Quds brigadasining boshlig'i general Qosimiy tirik qoldi. Demak, bu kimdir birovga ishlaydi degan gaplar tarqatildi. Mana yaqinda Imom Xomaneyning dafn marosimida, janozasida general Qosimiy uyida turibdi. Eron o kadar ahmoq davlat emaski, agarki uning birorta bir aybi isbotlansa, bu shu holda qolmaydi. Ya'ni Eron elitasi bu mafkuraviy davlat, bu yerda o'ziga yarasha qadriyatlar bor. Hamma davlatda shunday. Hech bir davlat, masalan, bunday katta har qanday xiyonatni qabul qilmaydi. Endi general Qosimiy to'ppa-tuzuk yuribdi. Bu unga qarshi kampaniyani yana o'shanda Amerika va Isroil tarqatgan edi. Hozir shunga o'xshash holat Mahmud Ahmadinejod haqida ketyapti. Endi mana bu yerdan o'tirib, Toshkentdan turib, u aytaylik, unday bunday deyish, gipoteza berishga bizda hech qanaqangi asos yo'q, ma'lumot yo'q. Lekin vaziyatni kuzatish kerak. Aytishimiz kerak bo'lgan narsa Eron elitasida parokandalik shakllantirish, Eronda siyosiy beqarorlikni kuchaytirish, o'zaro ishonchni minimallashtirish va bir-biriga to'qnashtirish va shu natijasida siyosiy tizimni yiqitish. Bu Amerikaning, bu Isroilning strategik manfaati, maqsadi. Va mana shu fonda kim ayblansa, demak, shu shaxsga nisbatan Isroil bilan Amerikaning tishi o'tmayapti yoki o'sha mishmishlar orqali, provokatsiya orqali yo'qotmoqchi-mikin degan prizma bizda bo'lishi kerak, qarash nuqtasi. Va mana yuqorida aytgan Qosimiy bilan aynan Ahmadinejod o'rtasidagi keysdagi farq, mana ikkalasining ishidagi farqda Ahmadinejodning o'sha xorijga chiqqani, u yerda uchrashgani, konferensiyaga borgani, moliyalashtirgani qandaydir yillar kesimida berilganda. Sizda marhamat. Yo'q, marhamat. Men yuqorida aytilgan fikrga qo'shilaman. Men ham ehtiyotlik bilan yondashgan bo'lardim bu shakldagi ma'lumotlar, xabarlarga. Sababi aynan bu xabarlarni tarqatishdan maqsad ham provokatsiya ham bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi Ahmadinejod shaxsiga e'tibor beradigan bo'lsak, u shov-shuvli odam. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi har bir chiqishi rezonansga olib kelardi va Isroil bilan bilamiz qanaqa Eron o'rtasidagi munosabatlarda qat'iy o'zini pozitsiyada turganini ko'rsatishga harakat qilgan shaxs va xalqaro maydonda haligacha uni unutishmagan. Ya'ni xalqaro munosabatlar xotirasida o'tiribdi va ertaga bu nima deydi, dengiz tinchlanib, siyosiy o'sha bo'lib olish, hokimiyatni markazlarini bo'lib olish boshlanadigan bo'lsa, jiddiy nomzodlardan biri bo'lishi mumkin va uni tajribasi ham katta. O'shaning uchun ham bu yerda ko'proq ehtiyot chorasi sifatida mana biz bilamiz Aroqchi va Golibov o'rtasida, Pezeshkian o'rtasida va kuchlar, kisir rahbarlari, umuman qo'riqchilarni, harbiylar o'rtasida deylik, qisqa qilib aytganda ham qaysidir ma'noda manfaatlar kesishmayotgan joylar borda. Bunaqa kontekstda yana bitta shaxsni u joyga nomzod sifatida kirishi yoki uni ham variant sifatida ko'rish masalasi kun tartibiga chiqishi bu ochiqcha savol hisoblanadi amaldagi nima uchun. Bu yerda eng qiziq bir nima, o'sha narsani qaysidir ma'noda
qamab qo'yish emas, u o'rganish maqsadida ixotalab turish, ya'ni bir jilovlab turishga o'xshagan bir holatga olib xavfsizroq ko'rinishda ushlab turish, bu ko'proq amaldagi elitani manfaatlariga javob berishi mumkin. Chunki esdan chiqarmaslik kerak, Erondagi bu vaziyat, jang deydigan bo'lsak, o'zi norozilik aksiyasidan boshlangan, demonstratsiyalardan boshlangan edi va qiziq holati hamma narsa o'sha dastlabki holatga qaytib qolyapti-da. Muzokaralar ham xalqaro munosabatlarda ko'ryapmiz. O'sha qaysidir bir konflikt qanaqa boshlangan bo'lsa, yana o'sha joyiga yarim dumaloq shaklda qaytib kelyapti sirkulyar tarzda. Xuddi shu holatga yana qaytish ehtimoli bor va amaldagi hukumatga qo'yiladigan talablar, ya'ni yangi Eron hukumatiga qo'yiladigan talablar inson huquqlari bo'ladi, habeas corpus bo'ladi, boshqa bo'ladi, o'lim jazosini o'sha kamaytirish yoki uni jilovlash borasida demokratik yangi talablar qo'yiladi. O'sha kontekstda bilmadim. Albatta yangi nima deydi, yangi shaxsdan ham ko'ra tajribali xalqaro maydonda gap o'tadigan nomzodlarga e'tibor kuchayadi. Shulardan bittasi Ahmadinajod. Kamoliddin aka, o'zi Ahmadinajod eng mana shunday Isroilga va Amerikaga qarshi bayonot beradigan. Aynan shunday hozir. Umrbek ham hozir aytdi, uni qisqagina nima qildi, qarang. Ahmadinajod 2 marta prezident bo'ldi. 2 marta ham Eron davlatchiligini Isroilga qarshi eng yuqori nuqtasi Ahmadinajod prezidentlik davriga to'g'ri keladi. U hattoki bu Eronga katta zararlar ham olib keldi. Chunki agar haqiqatda Eronning maqsadi bu Isroilga zarar yetkazish bo'lsa, hozirgi global kontekstda bu narsa aytilmaydi. Bu narsaga tayyorgarlik ko'riladi. Nima uchun mana Erdo'g'an Isroilga qarshi bayonotlarda xalqaro huquqdan tashqariga chiqmaydi? Chunki biladi o'yin qoidasini. Ahmadinajod esa mana biz yo'q qilamiz, biz unday qilib tashlaymiz, supurib tashlaymiz. Ya'ni bunday bayonotlar Eronga katta zarar keltirdi va bunday bayonotlar Eronga nisbatan o'sha paytda xalqaro G'arb koalitsiyasi, kollektiv G'arbning birlashishiga va Eronga qarshi qo'shimcha sanksiyalar joriy qilinishiga olib keldi. Bilasizmi, siyosatda qilinadigan ish bilan aytiladigan gapning o'rtasida ko'pincha masofa bo'ladi. Nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, buni oldindan boshdan aytilmaydi. Va bu bilan Ahmadinajod ham u mana Eron tarixida birinchi dunyoviy prezident edi. Ungacha barcha prezidentlar bular diniy, mana Rafsanjoniy sallada yuradigan, Ruhoniy undan keyin sallada yuradi yoki mana hozir endi Pezeshkian ham dunyoviy, ya'ni u diniy rutbadagi shaxs emas, imom emas, ya'ni diniy bilimlarga ega bo'lmagan. Ya'ni Ahmadinajodning mafkurasi bu natsionalizm. Ya'ni islomizm emas, ko'proq natsionalizm, ya'ni Eron milliy davlatchiligi yoki milliyatchiligi desak ham bo'ladi. Lekin mana Eron tarixidagi eng aksil Isroil pozitsiyasidagi bo'lgan prezident tabiiyki Ahmadinajod. Rahmat. Xo'p, Eron bo'yicha yana bitta savol. Mana 7-8 iyul kunlari Anqarada NATOning navbatdagi sammiti bo'lib o'tdi va mana shu sammitda dastlab NATOning bosh kotibi Rutega nisbatan savol berishganda u aytdiki, AQSh va Eron o'rtasidagi konfliktga, ya'ni urushga aralashish masalasida uzil-kesil yo'q, aralashmaymiz degan javobni bermadi. Bu birinchisi, balki Donald Trampni o'sha xafa qilmaslik boshqa masaladir va ikkinchidan aynan Eronga berilayotgan zarbalar Donald Trampning o'sha sammitdagi ishtiroki vaqtida bo'lib o'tdi. Undan keyin esa blokada qilamiz, yopamiz, oxirigacha boramiz. Mana shunday bayonotlar yangray boshladi. Bu NATOning Eronga nisbatan qandaydir AQShga yashil chiroq yoqqanligi, u yerda o'zaro kelishuvlar bo'lmaganmi-ku mana shu masalada fikrlar bo'lsa? Agar o'zi e'tibor beradigan bo'lsangiz, voqealar rivojiga, xronologiyaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, Yevropa ittifoqini, ya'ni o'sha Yevropa ittifoqi, NATO kuchlari, asosan Yevropa davlatlari biz bilamiz, yetakchi lokomotivlar hisoblanadi NATO tarkibida. Eng og'ir sharoitda ham mana Grenlandiya masalasi, Hormuz bo'g'ozi, Eron konfliktida ham ular ochiqchasiga inkor qila olmadi Amerika Qo'shma Shtatlarini, qila olmasa ham kerak. Mana Daniyada o'sha Daniyaga xayrixohlik sifatida Grenlandiyaga o'sha NATO kuchlari birrovga kirib chiqishdi. O'sha manzarani o'zi ko'rsatib qo'ydiki, hali Yevropa ittifoqi Amerika Qo'shma Shtatlariga ochiqchasiga yo'q deb aytishga qodir emas. Ya'ni to'g'ri norozi bo'lishi mumkin, sen bilan o'ynamaymiz, sen boshlagan urush bu, o'zing davom ettir deb gapirishi mumkin, bayonot berishi mumkin, lekin amalga kelganda
ochiqchasiga qarshilik qila olmaydi. Ya'ni buni lekin yashil chiroq deb ham qabul qilish qaysidir ma'noda noto'g'ridir. Chunki bu yerda zarbalar berilaveradi. Zarba undan oldin ham berilayotgan edi. Ankaraga borgan paytidan oldin ham berilayotgan edi. Buni aynan u Ankara sammitiga bog'lash ham menimcha to'g'ri emas. Lekin bitta narsa aniq, bu yerda Donald Trampni mana shu Yaqin Sharq masalasida ko'proq Yevropadan ko'ra men Turkiyaga ko'proq ishonaman. Ya'ni hamkorlarimga deb unga mulozamat qilishi, hatto Isroil u sherik emas, u senga yomonlik olib keladi deb Trampga tushuntirishga harakat qilsa ham Netanyahu, Tramp o'zini fikridan chekinmasdan Erdo'g'onni himoya qildi. Ya'ni qaysidir ma'noda Tramp hozir ochiqchasiga kim kuchli bo'lsa, kim qudratli harbiy jihatdan o'sib kelayotgan bo'lsa, kimi salohiyati katta bo'lsa, o'shanni tan olyapti, o'sha bilan muloqot qilyapti. Turkiya tan olish kerak, hozir Yevropa ittifoqidagi manaman degan davlatlaringizdan ham ko'ra harbiy salohiyati katta tezlik bilan o'sib kelyapti. Uning ustiga o'sha kontingentni ko'pchilik hisobga olmaslikka harakat qiladi, lekin 300 mingdan oshiq tayyor turgan qurolli kuchlar bu hazilakam narsa emas. Bemalol qisqa vaqt ichida katta operatsiyalar, quruqlikdagi operatsiyalarni amalga oshiradigan davlat degani. O'shaning uchun ham men ko'proq Mark Rutte hozirgi kunda yelkasida juda katta mas'uliyat turibdi. Uni o'sha Grenlandiya masalasidagi yozishmalarini ham aytamiz, juda xushmuomala gaplashgan. O'sha yozuvlar chiqib ketdi. Hatto mana Melanie bilan, Georgia Melanie bilan juda katta diplomatik skandal, nima deydi? Sovuq bir ko'chasida ob-havo bo'layotgan paytida ham mana ko'ryapmiz, Yevropaning boshqa yetakchi davlatlari muvozanatlashgan neytral bir pozitsiyani ushlab turishibdi, jangga kirib ketmayapti. To'g'ri, ular gapda aytishi mumkin, bu davlatni haqorat qilish bo'ladi, uni yetakchisini haqorat qilish, o'sha davlat manfaatlarini inobatga olmaslik bo'ladi deb gapirish mumkin. Lekin amalda baribir o'sha qanaqadir ittifoqni nimasi umumiy karkasi, skeleti turibdi-da, buzilgani yo'q.